Bugün yezlik hükümette Namrat ailelik illiqlik yetkizish faoliyati ilib beriladi. Şuna her qaysi a'zolarning Şinjan vaqt soat 1'da yezlik hükümet yig'in maydoniga berishini tavsiya qilamiz. Şuna her qaysi aholilarning vaqtida kelishini umid qilamiz. Yo'ldoshlar, bugün yezimizdagi Namrat ailelerge partiyaning illiqligini yetkizib, ularning har birisiga birdan nasllik qo'y taqtib, ularning turmushidagi qiyinchiligini hal qilmoqchi bo'layotimiz. Yo'ldoshlarning berilgan qo'ylarni obdan biqib, samiritib, jiq qo'zlutib, balduroq Alloh saviyaga yetishini umid qilamiz. Qo'ylarni yebitishga, setib bitishga bo'lmaydi. Kelar yili mushu orqali beyg'on dehqonlarni cho'ng mukofotlash ib beramiz. Kelar yili boyvog'alarga nim bera. Bu yer qo'ybagini qaraganda kelar yili mo'zay verandi deyman. Mümin aka, bugün sana çıkındı Nurdoy diye bir koy verdi. Seni kem ilvasın deydi. Çak-çakımı ne? Nimi toy ekan o? Çak-çakımı deb toy emas, koy deyapti men. Yaqinroq kelami, anglayapmidim? Deyam dedigina. Koy berdim. Yana meni aldam sen, ha? Yana meni aldı. Yana aldigina. Endi birdigina. Nima gapgan? Seni oldum deb yolg'on bo'lib berib boqmam sen. Nomratlar illiqlik yetkizish faoliyati ekan. Sana bir qo'y beribdi. Berib ilvasın deydi. Gaping rost bo'lsa, men tishim yoq ko'rdi-da. Shunda. Undaq bo'lsa, men bir berib baqay, ha. Men bir berib baqay, ha. Xo'sh balla, xo'sh. Xo'sh, o'y. Ha, xo'sh. Bana aldık. Uyanga keldim, uyanga. Acaba ardırdın ha yoldaki agice. Ata-anamdan yetim qalgan necha yildan beri ishlabdiman. Qirdin ashanmabdiman. Oxirida Mo'min Hijaq, Mo'min O'ron degan nomga erishdim. Emgaklarim bir aqli yo'q bo'ldi. 6 oy ishlamay o'ynab yurib edim. Ay.
Namrat deb atilib, tayyor bir mol kelib qoldi. Bu qo'yni setib, sog'liqdan birini olsam. O tazi qo'zilig'ida tursiz-a. Deixa-la. Sana bir nima berayrosa. Mana urug'li qo'noqli bor ekan. Sen bo'lsangmi ashqanma. Ala. Mushu namratlikqa saylanib, hukumatga tayinib yashasimi xeli bo'p qolamdi, nima? Boyi bir qancha aylandan keyingi qitim saylangan namratlarni noyidan bevosita o'ddiga oladigan degan gapini anglab qoldim, ha? Ya bo'lmasa, ish topolmagandan keyin shular qatoriga kirib olaymi-ya? Ha? Gap qila? Voy. Ukam, uyning hali mushu. Endi buningdimi namratroq yani tepib, meni bir suratga tortib qo'ysangiz bo'pti ekan. Shundoq ham bo'lsangiz, sizda bir xo'shib qolsam. Nima deb bu vayrani uyda suratga tushirgan bo'lib qoldingiz? Voy, mushu yilqi namratlarni yo'lash faoliyatiga kirib olaymikin deyman, ha? Mutlaqanda. Bo'ladi. Nada tushsam bular? Oyat turing. Oyatmi? Ha, ma'qul. Mishadimi? Misha bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mishadlar. To'xtang. Texmi namratroq bo'lsin, ha? Napa. Mishada o'ltirib chay. Fatma nima? Xo'sh emas ukam. Xo'sh emas. Sizni avvar qildim, ha? Choy pay ichib mangmadingiz ya? Mazalarimni batdi bo'lmasa. Xo'sh. Bitti. Hey.
Uy. Assalomu alaykum boshliq, harmag'ayli boshliq, xushkepli boshliq, xushkepli boshliq. Aka bu men. Voy, bu umumo tushimmi? Qurbaynimisan? Teshlik bo'lib turdim. Teshlik. Yuzingni bo'lib ketdi. Bu bu qani ikra. Cho'ng dadam, cho'ng opamlar hayot chig'ida bu ho'yla lixli guliga to'lgan edi, ha, aka. Shundoq. Ota degan tog', ona degan bog' debdikan. Ular hayot chig'ida bu uy. Mana hozir mushu. Qani, yuqoriga. Aka, seni salomat obdan turyotamsan. Xudoga shukr. Qani, amin. Allohu akbar. O'zing yaxshimi, ukam? Ha, yaxshi. Anglasam, seni yezimizga muallim bo'pti, deydi. Qachonlardan o'qish bitirib kelding? Ishqoch bo'lib qoldi, aka. Ish ovqatlaring yaxshi emas o'xshamanda. Qani, alafkam. Sening tushibdi bu go'shka rasqan. Aka, biror hunar bilan shug'ullanayotgan o'xshamamsan. Afka, hunar deganni o'rganmabdi emas. Amsa dehqonchilik qilib yetibsan-da. Yerg'o batdi. Anam rahmeti og'rib qolganda amalsiz setib atgandigina. Undaqda mushikamga qandoqcham beqib kelyapsan? Fuka, xalqning ishlarini qilib shu ushaq-tushak ishlatdigina hammasi. Undaqda bu yangi so'yilgan qo'y go'shi, bu hukumatdan qutqizishga bergan qo'y edi. Birni ishki qilib olinglar deb tunogim bergan. Sta. Amsa nima ish qilib bu qo'yni? Hukumatga bo'lsa-mu yo'q deb, to'q bo'lsak, osh deb turib qutqizish deb mana mushundaq berdikan emasmi? Hukumatning mana mundaq namaratlarni yo'laydigan, puhralarni osh qo'ymaydigan yeri xeyli yaxshi ekan. Shunga mush qo'yni so'yibla, keyingi qitim namaratlar saylimiga kirib olay deb, boshqalarga yaxshi ko'rinay deb so'yibdim. Asta, aka. Mening ishtihol qilayotganim emas. Birisi yo'lisak, keyniga yetib olmay, yuqoriga yamishish kerak-da. Hozir dehqonlar uchun hol kunini yaxshilashning amali to'la. Aka, qurbitingning yetishicha ishlab baqsang bo'lmamdi. Bu qitim yo'liginiga qarab, kelar qitimmi yo'lamikin debdiman shu. Namrat saylinaman deb mushu holing bilan chiqimdor bo'g'icha uyalsang-chi. Namrat degan gap sang chiroyli qoldim-da, ha? Ist yoshlig'ing. Oldingda tashlanib turgan putqo'ling o'zingda nomus qilib atqanda. Aka, mehmon qilish qilmaslik o'zingning ishi. O'ylanib bir ish qilasan. Amsa, men ketdim. Xo'sh. Bu inam Sana yalğız balası müminni taşlab qo'yib yoshli ketib qoldi. Nimali bo'lmasin sening yanında men opang babalam.
xizmating bor, lekin mushu mo'min yuraksiz qoldi. Kuchingning yetishicha ko'zimning ochiq vaqtida uning yordam qilib bira ishning peshini tutqizgan. Ota-onasining ro'yi qo'rinib qolmasin bolam. Gapimni angla, juma. Ha? Dada, xotirjam bo'ling. Men uningga cho'qim kuchimning bericha yordam qilaman. Xudo Dada, choy ichma. Rahmat bolam. Voy, bah, uxlab ketgan. Aka? 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 Kelafka. Kela. Yuqoriga. Hey. Aka, hamma odam bir qo'lini ishga qilmayotsa, sen beg'am uxlab ketibsan bu yerda. O'ltiribli ko'zim uyquga ketib qopti, fika. Oldingi kundagi ishimdan pek xijil bo'ldim, fika. Mening bu tayyormalni tunji qidim yeyishim. Mushu achchig'imda qozondagi go'shtning hammasini pappakiz yeb ketibdilar. Mundaqda aka. Endi go'shtga toza to'yibsan. Nimratlikqa endi qiziqmaydigan bo'lgansan? Mushu ikki beligimga taynaymikan deyman ha. Mana endi o'g'il bolalar kep qildim. Lekin ukam, meni boshqalar o'rin, ang vaqti qo'lidan ish kelmaydi deb arg'a olmaydi ekan emasmi? Asta, hey aka, sencho shu bir qism kishilarning diginiga radiya berish uchun cho'qim o'zingga taynib ishlab, o'zingni ko'sib qo'yishing kerak ashularga. To'g'ri deysan. Digina aka, sen nima ish qila olaysan? Men ukam, eshak boqalayman. Ot o'ryalayman. Qo'noq, bug'doylarni yiqtalayman. Aka, sening o'z oldingga aytsang bo'lmagandikan. Sen heliqi do'xmushdagi Ibrohim akamning satirishxonasiga berib, hunar o'rganib baqsan bo'larmikin deyman, ha? Bumi bo'ladigan gapkan. Qamlashtira olamanmi? Qamlashtir. Bo'ladi. O'rgansam o'rganay. Endi bo'ldi. Diqqat qil. Mana shunaqa qiladi. Diqqat qilib ko'r. Nima hol qilib tursa? Bana şundaq astı uğlab, yumuşdunuz. Koşuda, baka. Müştaq mı? Yaxşı. Qo'llar xili ketib qoldi.
başıga, o'g'il bolaning boshiga. Ey, tura. Keling. Baş aldıramsiz. Başını aldırmayım ama çaşını aldırma. Çaş ne? Sen callat mıydın başını aldırdın? Xapama, keling. Otur. Ustan yok mu? Tamak yeyili öyi ketgan. Men usta. Ha, undan elive. Sakalını evitemdi. Ma çaşını aldırsan çaş ne? Ma'qul. Men bu chechingizni chiroyli qilib qo'yay, ya. Tikrak o'tiring, ha. Men bu chechingizni shunday chiroyli yasab qo'yman. Chechingiz yaxshi keldi. Yiqib ketdi. Ha? Yiqib ketdi da'vatimi? Yiqib ketdi. Voy, apla. Men unutib qolibman emasmi? Kechiring. Buni unutib qolibman. Endi bo'ldi. Beshimni kesib etma, ha? Kesib etmayman. Xotirjam bo'ling, kesib etmayman. Xotirjam bo'ling. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Ishqisa. Qarabroq qolmamsan. Maqul. Ishim bo'lmaydi. Voy. Apla. Ne bo'ldi? Eshitdim bo'lmadi. Mana az qoldi. Tugidi. Jahon kunding vay çiçeğim bu, vay çiçeğim bu. Meni nima qilib qo'yding, ha? Eshitma. Sen bilmamsan, ha? Birovda turmam deb eshangiz. Qamlashmagan ustan yo'qmi? Senimi satrashlik olamda? Ketdim men. Pul ne? Pul? Ne pul demsen? Çarşıda tüzük alanmay. Yani pul demekçimisen? Mana pul. Vayca. Oycan. Oye. Aka. Oye. Voy, texshi yotqinni. Oycan. Aka. Apam buni issiqda evatgandi. Yavag'in. Qanday obdan bo'lib qolsanmi? Xeyli yaxshi ukam. Voy. Bunda qila. Voy aka, uni o'rganmak kasmikan, ha? Hey uka. Beka 10 nech xaridordan til anglab, nechsidan tayoq yeb oldim desa? Hey, odam cho'ng bo'lib qolganda kalla yosh vaqtidagidek bo'lmaydi ekan. Boshqacharak ish bo'lsa qilib boqaymikin. Lekin tayoq yemaydiganroq ish bo'lsa bo'ladi. Bo'ptila aka. Ansirma. Men bir amalini qilib boqay, ha? Ma'qul. Aras, bu tomoqni issiq deyavag'in. Sen bu azroq eg'iztakkan. Bo'ldi, men yavag'in. Aka? Aka? Voy, ukam. Tinchlikmi? Tinchlikmi? O'rtandırdingmi? Yura, yuqori qo'y. Yura. Qandaq aka, haloqatlaring obdan ketib boramdi. Xudoga shukr. O'ltir. Kela. Amin. Amin. Allohu akbar.
Aka, sana bir... Şuna kelganma. Ha, sana ajoyib xush xabardan birini olib keldim. Ha? Qani? Sanachu yezlik hukumatdan ishlab qo'ydi. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Yezlik hukumatning darvoza qaraydigan ish. Ha. Uka qamlashtira olamanmi? Ha, qamlashtirsan. Senchu bu ishni cho'qim qamlashtirib ketsan. Altigandan kechgacha kim kirib, kim chiqayotganligini ko'zdirgan gap. Har holda qulim pul ko'rdi deyman. Shundaqmi bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Shunday qil. Voy, mo'minmisan? Ha? Asta, xato tanib qopdiman. Navra ininning o'rniga ishlaganmiyding? Iningning o'rniga biz bo'lsak bo'lmamdi-ekan. Voy, Salab qo'ya. ko'p kunduzda odamni xijil qilmag'ina. Sen ekanligingni bilgan bo'lsam, hargizmi urmaydim. Bu gaping rasmi? Ajab qattiq urding, o'ching bordeklar. Ya Allah, bir yering yerilib ketgandek qaqshapli ketding-a, mo'min. Yerilmamdiki, seni ko'rib, ma yuragim chak yerildi. Odamni ko'p kunduz xijil qilmag'ina. Bu yo'l usti tursa, nima gaplarni qiladigansan? Hay, Maysam. Sana deydigan nurg'un gaplarim bordi. Kechda yeliq ko'l bo'yiga chiqa olamsan? Yaxshimisiz? Hey, Maysam. Mehmet kotib kelyapti-da. Ha? Pah, Mömin. Maysamni ranjitib qo'ydingmi nima? Ha? Elini saqa acham kelib, ko'gligingni ko'rsatmisin yana. Ha? Qanday dedim Maysam? Mehmet Katib, menmi bir kikesh bo'lmagandan keyin, avval qizingiz chaqchaq qilib, o'zi muramga urdi deyman-da. Qandaq dedim? Hey, yo'q. Bir yigit turib, meni urdi deb, yezimizning barq urib turgan bu gulini ranjitkining nemisi? Ha? Mehmet Katib, bu gulning tikini sanjilib ketmisin yana? Ha? Yaman nima juma sen? Yaqanda daymana. Hey, navada uning shu budruq qo'llari mening beshimga tekkan bo'lsa, bir umr beshimni sinab o'tgan bo'latdim deydi. Mehmet Katib, opam yezi boshlig'iga bir iltimos sunibdi ekan. U tasdiqlashdan o'tdimi qandaq deb kelishim? Ay, yezi boshlig'i naygi bir oylik o'rganishib ketdi. Nima u tasdiqlashdan o'tdimi yo'q degan. O'tmagan bo'lsa, endi o'tkazimiz mana men ba. Juring, ishxonaga kirib paranglashayli. Adam bayada qandaq deyishkili bo'ladi bu gapni. Ma darvozadan bayada texim bo'lmaydi. Mehmet Katib. Bugun men darvozaga qaramayman. Eng yaxshisi o'zingiz qarang. Bundaq ishlarga siz amroq bo'lgandan keyin. Qara, mana ushiqligini. Sening o'rningda shu tayoqni agar maygan bo'lsam, qanchalik yayrab ketar edim, ha? Mehmet Katib, rastla qo'shilamsiz? Qo'shilmam teki. Chiroyli qizlarning qo'li tekkan yerdan unib chiqdi degan gap bormasmi? Mehmet Katib. Maysamning qo'li boy muramga tekkan. Men ko'rib turdim tekkinni. Qanda? Bu qo'l tekkani men sizga qaytirib beray. Qandaq? Voy. Maysam, yura.
Mömin! Mömin! Voy, ne ketkendi bu? Mömin! Mömin! Bu! Ay! Voycan, acaba korkutuversin adamni. O'tira. Mömin, sen yezi başlığının katibini urup koydun. Emdi, işten heydlersenmi? Vay, ishqisi yo'q. Sen uchun hammani qilishga roziman. Sen meni shundoq muhim bilamsan. Maysam, sana necha qitim dedim. Sana kuyib yurgili xeyli yillar bo'lib qoldi. Anam rahmetimo seni bek yaxshi ko'ratdi. Voy, Mömin, yaran xeli ig'ir turdi. Doktorxonaga olib tang'isaylimi? Yana chiqsan. Maysam, hech qisi yo'q. Yurakning yarasi qarganda bu yara qanchilikdi. O'z vaqtida anam elchi kirgizgan vaqtida ma'qul degan bo'lsang, senmi qeri qiz, menmi qeri yigit otilib yurmaydik. Mömin, kimsan shundoq deydi? Meninggo sen o'tdek tekkin bor edi, lekin opam seni yolon to'sh deb Maysam, oxiri ko'nglimdagi gapni qilding, ha? Men texi meni namrat ko'rib, Mehmet Katibga tegmoqchi o'xshaydi deb o'ylab qoptiman. Mömin, o degan opamning maqsadi. Opam Mehmetning meni o'z ayoli sifatida emas, o'yinchi qilish uchun to'y qiladigan shuhratparastligini, yezimizdagi qanchilgan qizlarning peshiq chiqqanligini, uning niyatining yomonligini opam rostli bilmaydi, Mömin. Maysam, opang meni o'ltiribasimi? Seni og'inim. Gapimga ishonamsan? Sana ishinaman. İşenmen dağan. Sen belini bağlap, bu yıl yazdan başlap, yaxşı işlep pul tap. O çağda apammı qo'shilib kelishi mumkin. Maysam, agar sen menga tegdiganli bo'lsang, qandoqli ish bo'lsa, bosh tatmay ishlab, beyg'on dehqonlar qatoriga o'taman. Chiroyli traktordan birini setib olib, seni oldiga o'ltirg'izib, butun yezini, yo'q, butun dunyoni aylantirib chiqaman, Maysam. Mömin, neden rastmı? Rost. Agar yolg'on bo'lsa, eliq traktor meni dasab o'ltiribli vasom. Voy, ağzını üştme Mömin. Men senin bay bolup tezrek elçi kirgizishingni kutdiman. Maysam. Ufkam. Qanday ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi, kela. Meni chaqirtgan eding. Shundoq, kela, o'ta. Aka, shundoq qilib, boshni yodoqda. Nima qilishini bilolmay cho'glab yurgan boshda bu. Oxiri yerildi mana. Voy, toza kapsan-da. Billa yayli debchi. U bilan bo'pti. Tavuzing ham chiqamda pishqma bir tilpaqayla, usabmi qolgansan. Tavuz tilishni bilamsan ya? Voy, bilmamdiki. Yaxshi-da. Ağaç o'ltir aka. Bu qatim yana ishni tashlab qochib kelasanmi? Ay, Ufka. Qachongacha mushundoq yurimiz? Mundaq bir ishlab, bizmi pul topayli? O'zingning xabar bor aka. Yaqinda mahallimizning 40 yillik padachisi vafot bo'lib ketdi. Mahalladagilarning inkos qilishicha, kallaga qaraydiganga jiddiy padach lozim ekan. Shunga sen qarab tursang, bo'lamdikan, ha? Voy. Bu yaxshi ish ekan, Ufkam. Qilay. Bu ishni qilay. Ola.
Aka, yez rahbarlari o'ylashib, har bir oila bir kalaga 15 qo'ydim basa, u kallani seni baqsimikin deyishibdi. Ertadan boshlab ish boshlashingni hammaylar talab qilyotdi. Voy bo'ladi ukam. Men hozirlik qilay u ishni, ha? Sen bizning eg'ildagi eshakni ko'rganmi? Ha, ko'rgan. Dadamcho shu eshakni senga beradigan bo'ldi. Ha, berib aklib olgin. Voy, ajab yaxshi. Ha, eshakni aklab mol qilib ishlaringni yurishtirib olgin. Voy bo'ladi ukam. Rahmat ukam, rahmat. Seyit akamlarga rahmat deb qo'ygan. Men yaxshi ishlab, sizlarning umidinglarni hargiz yadi qo'ymayman. Eshakning pulini qaytirib beraman. Sen tishoningni yerib olsang bo'ladi-ku. Bu kallan nega vardigan? Hoş. Hoş. Oy, bu yoqqa. Hoş. Ay, mana hash pashtigicha 6 oy bo'lib qapti. Sizlargimi ichkipli ketdim. Mana chambirakmi bitdi. Tekshtur. Gulchambirak qisib qo'yay desan. Pah. Yarashdi. Ha, nima qilsa? Seningmi gul qisqing bormi nima? Ha, bunga yarashib ketganini. Mana. Nim deyishyapsan? Nisaxon senga qizini bermaydi-ku deyishyapsan? Uxlab tushi. Seg'ib ichamdikan o qeri qizni. Bermisimi olaman? Qandaq? Ha? Kunda eg'ilg'ich kirib, kalasini ap chiqib, ushvaq bikoga yumudim men. Ha, ko'zing qizirvatamda? Ha? Mencho pul tepib, moysam necho? Av eshigimdek gap anglaydigan qilib yetaman. Gap anglaydigan. Toza. Ha. Voy moysam. Yarışıp ketkinini agillarni. Voy. Kila. Voy maysam. Seni bir quchoqlab olay. Gulni qisib olib meni yaratmayapsan, ha? Voy maysam.
Ata! Desmayağını aptap qısayıp yatqıça, kallarınğa qarçağımamda. Qara baqa, av köçetligimni g'ajab, cho'laklarni tilg'ab buzitibdi. Ay Mehmet Katip, o nerede senin köçetliğin bolsun? O burunqa ayalının köçetliği o. Burunq ayoling? Hey! Qo'yib etgan bo'lsam-mi? Mening ayolimda, seningmi tiya? Ha? To'la mug'ambarlik qilmang, ha? Gapni o'chig'in deb qo'ymas, jonni to'la, bo'lmasa kalangdan birni tutib qolaman. Ay Mehmet Katip, bu yerda nerede çünek bolsun? Köçetlerini g'ajilamabdi-ku. To'la odamni bozaq qilmang ha Mehmet Katip. Nim deysa? Hey, yana birdigina? Hey, bu ingizlikcha hozir 4 odamga bilib berildi. Sen haq to'lmay bakka charmog'ini boqamsan yerda. Hey, yana o'kiraysan-ku. Ha, aduni bir berib qo'ymaymi ya? Qiz jokalarni ko'rsam, bu xudo ko'p kezgansa, endi bir o'kirgina qani. Kelib, Oy. Mayerim pek kökürüp ketdimi nima? Voyca. Yeyishni bo'lmaydi. O Mehmet degan sen bilan nemanchi qiyirishadigandu? Jinni qasdi shopdulda emasmi? Sen men uchun bek jafo tatib olding. Lekin men sana ishni qilib beramadim. Ko'nglingni yerim qilma. Mehmet Katipmi bir kuni ochliq qila. Mehmet, sen bek ah ko'ngilchimi? Men sendan mangu ayrilmayman. Hey, kalanglarni chiqaringlar, kalanglarni! Ush! Voy, bu yoqqa. Voy. Ush! Kalani chiqaringlar, kalani! Assalomu alaykum. Daraxt to'yg'izib qo'y. Xotirjam bo'lsa. Ush! Isaqada, kalani chiqaring. Bo'la. Mo'min, kallanı obdan bakıncımı bolam. Tatılıp ketmisin yine. Onu da Isaqada. Xotirjam bo'lam. Senden bu biz xotirjam. Bo'la. Sen mi boramchi? Yo'q, bo'ldi. Men bo'lmayman. Yaxshi o'ynamsiz uyda, ha? Ush! Sen mu billi berib kelamsan ya bolam. Bo'ldi, bo'lmaydi-ku. Bo'ptimiz. Ush! Ey, ala canavar. Anan ölüp ketdi. Nisaxon hadigi nima deyman endi? Ajab boshqatdi-ku. Ey. Nima desam bo'lar? Ala.
Hey, Mömin. Hey, Mömin. Kalamni o'ltirib qo'yibdi deb anglayman ha. Bu rostmi? Nisaqacha, o'ltirib qo'ymadim. Kalingiz sazliqqa tushib ketdi. Ondan qopma yetib oldi. Shuncha amallarni qilsammi, qutqizilmay. Bu shuna Kalam. Oy, qandoq qilaman? Kalam sazliq tushib ketib, qopma yetib oldi demsa, ha? Hey. Bekle. Eshak ulavasa kötü g'ajak tatibdi degandek hijarab tursin ha. Atgan bir opdan chiqib ketgan kalam qandaqsiga o'lib ketadi deyman. Nisaqacha, men tugul 10 necha odam kalingizni tatib chiqaramaydi. Oy Xudoyim, endi qandaqmi qilaman? Uyimga kalamni akab bersa xo'sh yopshiribdi men emasmi? Oy bechara kalam. Rahmetli kalam. Ardım taldım demey ners kötürettun kalam. İrim bekla meni bakattun kalam. Şimdigen eğitim kaldırıp gitip kaldın kalam. Samsak durup düşmanlarının koludu gözün uçuk gitti kalam. Vay kalam. Kalam dep yığlayımı kalam. Vay kalam. İşte ağrığının derdini kaçangıcı tatamen kalam. Vay kalam, vay kalam, kalam, vay kalam. Nisaqacha, adam ölmegandek Vay kalam. Nimdeyse, kaçandı beri tani gap qilishni o'rganib olding, ha? O yiyecek. O kalamcı sendeklarni o'niq tetdi, ha? Otun ekiletti, un toşitti, saman toşitti. Nisaqacha. Yana ish qilib jihnaslarni toşitti. Nisaqacha, kalingizni qasla o'tirib qo'ymasam. Ha, sen hamda tenib olmoqchimi? Undaq oson ish yo'q. Qasdan qilmadim deysan qo'tehi. O'lgan u kalam 3000 ko'yliq kala bo'lgani bilan har kuni 40 kilogram sotatdim. Oylig'i 1200 ko'y degan gap. Uningga 10 oyni ko'paysak qancha bo'ladi? Ha? Naq 12000 ko'y. Buningga qo'shimiz 3000 ko'ydir pulini. Naq 15000 degan gap. O'ylab baqa. Endi men bu pullarni qandoq topaman? Ha? Endi men qandoq qilaman deb baqa. Teziga qolib qoldi. Uni qo'shib hisobla. Ha? Sen de meni zalqidek bo'ldingmi? Nisaqacha. Joy demak. Nisaqacha, Nisaqacha. O'joq. Nisaqacha. Voy jon. Voy Nisaqacha. Matolay. Nisaqacha. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ladi? Bu yalangtosh kalamni o'ltirib etib, to'lab berishga unmayotdi deslar. Men bir to'l xotin, endi jinimni qandoq boqaman, qandoq boqaman? Gap qilinglar. Men bu jinimni qandoq boqaman? To'lamsa yo'q. To'lay. Nisaqacha, qancha bersa bo'ladi? Kalamning iz puli ish bo'lmaganda 3000 ko'ydirini bas bo'la. Nisaqacha, ozroq to'latib bering ha. Nima? Sen meni bo'zaq qilmoqchi bo'layapsansa? Meni ilgisi yo'q ko'rib qoldingmi? Undaq ish yo'q. Sen o'zi pulimni olgan. Bo'ldi. Turana kimsan? Nisaqacha, hozircha 1000 ko'y pulim bor. Qog'inini bir amal qilib 2 oydan keyin bersam bo'la? Yo'q, undaq ish yo'q. Bir oydan keyin bersan. Bu Hey, baqira bir oydan keyin be. Ha, angdama. Qog'ini ko'pchilikning oldida tilgat yoz. Ha, qanday qilishni qilsinmi? Shunda qilsin. Qog'oz qalam bo'lmasa? Ha, menda bor. Mehmetjon kotibda qog'oz qalam tayyor. Yoza. Ha, ala. Mana qalam. Eshagil yoza, varaqlab vermay. Ma'qul. Yozay. Yoza. Çö! Seni. Çö! Oy, ukam. Çö. Tamam ayda. Oy, ukam. Dikkat kılın, süratlısı yana. Oy. Şimdi.
Şaşkın bu olsa ne bağlaymayız? Şeyilga. Şeyde. Şaşkın mı? Ço. Ne bunun? Of ay. Bağlı ettim. Of. Qani, o'tiring afkam. Voy jinim ukam. Voy jinim ukam. Allahu ekber. İşte. Ay. Ay ukam, hanim bo'lsa, ishimni tez hal qilib berdingiz. O mo'min degan yalan to'shtin qachonmi pulimni undirib bo'latdim, ha? Hech ko'zim yetmaydi uningga. Ayni saqacha. Bu degan qanchalik ishdi. Sizlarning oilaga xizmat qilish men uchun sharaf, ha? Rahmat. Qani, ilang afkam. O'zim olay. Ilang. Maysugul ko'rmaydi, ha? Tatınıp çıkamayvatkan çeği. Oy, qani, çay içim afkam. Toy ishini tezroq bekitib etsak bo'ladi. Qachonmi sizlarni Nisoxon ana deymankin deb ko'zim to'tminan. Oy. O kunlarga az qoldi bolam. Ma'qul. Bu qiz bola to'yga hech oldirmaydi o'tang. Nemishkin. Uqmadim. Maysam. Chiqib Mamatjonga salom qil bolam. Tinchlikmi? Xush kelibsiz Mamat aka. Apa, men gullarni sug'urib yutay. Voy bolam, biz bilan birdan o'tirib birga choy ichib, aniki qilmamsiz ishlaringni. Hozirla kiraman apa. Ha, bo'pti. Ey Maysam. Qachonmi menga nasib bo'ladi? Hamını bo'ladi. Qo'li tugab, g'eri chiqoldi. Ta'xir qiling. Qani. Chemba, rahmat. Qo'yib qo'yay. Chemba. Men mo ishga o'ltiray. Qani. Nisoqacha, mening yana azroq ishim bor-da. Men mang'ashtiraymi? Yana kelma. Oy. Ajab tuyuqsizli ishingiz chiqib qoldi, Mamatjon. Kendin chiqib deyman, ha. Oy, qani. Chiqing. Tezroq chiqing. Bo'ling. Chiqaroq bo'ling. Ana suvni ko'taramay qolsin. Yaxshi o'ylabsiz. Ma'qul. Kep turasiz, ha? Yana kelmayman. Chiqmiz. Ma'qul. Voy. O somkasini unutib qopti. Maysgul, suv eg'irmikan. Ko'tarishib beraymi? Men suv tushib ko'nib ketgan. Men o'tib olay. Mendan o'zingizni nimaga qochirsiz deyman. Har qancha to'y qilish niyatingiz bo'lmasa-mu, bunday yaqin arilishib o'tsak bo'lmamda. Ashnadin bala, kuydim men sana deganga o'xshar. Ha? To'li ko'nglimni elishtirmay, ner turing. Mo'min bo'lgan bo'lsa, ko'nglingiz elishmaydi-ku deyman, ha? Açıklansınız. Bek yıkımlık ötürdükensiz. Maysgul bek yıkımlık. Meni otunuzda unda ködürüyemem. Bilemsiz şu tapta su tutatuğa otla yürügümünü ködürüp kül kılıverdi. Tutup bakın, lap. Uçurgala, kız çokala, kuyup şırdıgan yürüklüğünüzü otunu uçurup koyayım size. Şenmeydiken size ademge. Karan. Menden birini etsam tügümeydi meni
Kitey desem üzülmeydi köngül riştim. Maysam. Aka qo'lingni aka. Kela. Ya Allah. Voy Maysam. O'zi qumishda ko'ringaning bilan bir taqa qumdimi yig'ir ekansan jumasam. So'rang sen. Kimchini qo'rqasin debdikan. Qumdim eg'ir bo'lsam qutqizmayli qo'ysang bo'lmasmidi? Eqib tugsan. Chaq qo'ydim. Kir yuyib berib so'g'in eshib ketdimi nima? Qilgan gunohim uchun apash qilib uyingga olib qo'ya olayman. Rasma? Rasulmaychi, haramga desangmi chataq yo'q. Unda xos ko'tira. Kela. Na gapirib qo'yma. Uyimga ketaymi-ya? Kela. Yo'q, o'zimni uyga olib qo'y. Ma'qul, apash bo'la. Voyja. Voy, eg'ir. Voy, Maysam. Nimanda qilsa? Boyaqi degan gaplaring qani? Maysam, nemish qikin, yiliq kalonlarni o'ltirib qo'ygandan keyin opangdan mushu yezi boshlig'idan qo'rqqandek qo'rqadigan bo'lib qoldim desa? O'shu. Mo'min, shu opamni qandaqmi qilamiz? Chaq qilib qo'ydim. Voy, qo'rqib nima kepti? Senmicho qarab turmay opangga de. Apa, yilmi sendan qo'rqib 27 yil uyda jim o'ltirdim. Do'stlarimning kayni 2-3 dan balaliq bo'ldi. Kechkichik kalalarimni padiga qetib mo'zaylataman demay, menimi mo'minga qetib mo'zaylatqin demamsam mundaq, ha? Maysam. Chaqchaq qildigan vaqt bo'lmasa bu. Kuni sening ismingni chiqarib, opamga ishimizni ozroq purtibli qo'yib edim, qaynabli ketdi. Qaraganda opam meni Yelqi Mehmet degan tayyor topqa bermoqchi o'xshaydi. Ansirma, buning amalini ikkimiz cho'qim tep chiqamiz. Xotirjam bo'l. Biz cho'qim to'y qilamiz. Chiqay eshakka, seni aylantirib kelay. Kirlarim qolgandi. Astra qaydajimi? Chiqay eshak, chiqay. To'ygacha eshak meshini bilmasan olmaydi. Chiqay eshak, chiqay. Voy, meni tushirib aytma, qo'rqib ketdim. Mo'min, unda qilma. Ojon. Voy. Eski. Voy, meni tushirib. Ojon. Voy, meni tushirib. Hey! Mushu kemgicha nemish qilding? Ha? Ikki tal kirni mushu vaqtgacha jug'an bormi? Kirlarni bir tarafdan juyib, bir tarafdan quritib ekanmigansa, qizim. Kechida boshroq so'zlasang-chi, opa. Qizlar bilan o'stan bo'yida ozroq paranglashib, o'ltirib qopdiman shu. Qizlar bilanmi yoki Helqi Mo'min degan daldish bilanmi? Bejirim odamni daldish demigina, opa.
O yaxshi bola. Oyey, yaxshiymiş. Men seni aşu kekeshki degamdikin deb shuncha uzun yil baqdim-ma. Menchu seni tutsa sepiba, chaqirsa manda e'tibor adamga bermajmu qizim. Sening bu gaplaring menga yodib ketdi, opa. Sen meni qilchim o'ylabmi qo'ymading? Bilamsan, sening halingning ustunligidan men mahaldagilarmi men elchi kirgizishga petnamay vaqtida. Necha yildan beri kichigimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan mo'min elchi kirgizsa, mening uning ko'nglim borligini bilib turib, uni rad qildim, opa. Mana endi yesimizning qeri qizi degan ahonatga petib o'ltiribdiman. Sen bundan nomus qilmamsan, opa. Ha, nima? Sen texi men bilan javoblashqidek bo'ldingmi? O'lib olsangmi, seni heliqi mo'min degan so'l takki bermayman. Yo'q, opa. Menga uy kir. Mo'min takkinim takkan. Ha? Sening putqulingni cheqib ashu yerga yetibdi. Bundan keyin sirtqa chiqib, mo'min degan so'l tak bilan uchrashganini ko'ray. Vush, vush! Vush, vush! Vush, vush! Vush, vush! Vush! Osh, hemen kallan uyga kir. Hey. Hey. Ço. Osh. Vush, vush! Ço. Ço. Yo'qlaman. Kirişe. Hoş, hoş, hoş. Vush! Kim? Mo'minmisan? Sening keldig'ingni bilatdim. Ha, meni seg'indingmi, Maysa? Seg'indim. Ha? Men shunda seg'indim. Lekin opam chiqqil qo'ymaydi. Amal qancha? Vah, men shunda seg'inib ketdim degin, ha? Opang degan oljigan qeri nimishqa unmaydi ekan? Seni shu tapda bag'rimga besib qinib suyvasam. Mo'min, mas'ub qolmagansan.
Necha kun ko'rmasam, hayani unutib qoldingmi nima? Sening o'tingda masosammi bo'lgandi men? Chiqa, bir qinib olay. Chiqsang bir suyib olsam, qinib. Mehmet Katip. Sen nimaga qolmoqchi? Kela, men seni qo'yib qo'yay. U nomussiz ablah. Kela. Nima? Mehmet. Bo'ldi qal Mehmet. Mo'minjon, Bo'ldi urushmag'in. To'xta. Qanday qilaman? Mo'min. Mo'min. Hech nima bo'lmagansan. Ha, Maysam. Mo'min. Ansirma, hech nima bo'lmadim. Aslida men sen bilan paranglashay deb kelgan. Mo'min. Sen men uchun pek ko'p jafo chekib olding. Voy, nima taroq turuq bu? Ha, Maysam. Nemish bo'ldi? Mo'min. Opam keldi, tez ketgan. Ha, opa, hech ish bo'lmadi. Hech bo'lmadi. Tez ketgan Mo'min. Ma'qul. Ha, mana. Balam, qiz bola degan astoydil ish qila oladigan bo'lish kerak, ha? Ha, obdan to'g'ri. Ha, ana shundaq. Bo'ldi, opa. Bo'ldi. Opa, qo'rsig'im tuyuqsiz og'rib ketyapti. Keyniga berib kelay. Voy, say to'g'rash, ig'ir kelgan o'xshaman balam. Manga. Chapsan chiqib kir. Ma'qul. Qo'lingni o'tib kir, ha? Voy, Maysam, suvga tushgan tashdek yo'qab ketding-ku. Chaqchaqimsangchi? Opam chiqqil qo'ymasa shu. Nima ish chiqqil qo'ymaydi ekan? Sen bilan ko'rishmisin deb. Ey, opang seni asar atiqi o'rinda saqlamdi ekan ya. Maysam! Opam chaqiryapti. Bira. Mana opa. Ya, bilanglar. Necha tishimdagi machiven. Mehmet Katip. Bugun holingiz ajab xarob qoldi. Nima bo'ldi sizga? Nima deydim abi? Eliqi Mo'min ejaq, men ko'z tashlab yurgan to'mochiqqa qamoq soldi deyman, qamoq. Mushmalida ko'zim tushgan har qanday qizcho'kan. Men Mehmet Katipning qo'lidan hech qutulgan emas. Bilamsizlar? To'g'ri. Bu qatim Mo'min degan yalang'och meni shundoq o'sal qildi deysan. Tamak cheka. Ağayna, sen mushu kemgicha 3 xotinning xetini berib, 6sini yo'shirin bir taraf qilib qolding. Qizcho'kan desang, ne qizlar oldinda turibdi. Nimancha urib ketsan o qeri qizga. Ey, sen ona qeri qiz degan bilan qara. U uchirg'anlik uzanmaydigan yumran gul, uni purash ko'rgan kishiga desib bombaydi deydi. Ey, oldingi ayolingni shundaq ta'riflagayding. Bunimi oldingisiga o'xshash 6 oy xotin qilib yo'liga salasa qachon? Ma adashning gapini. Ey. Aşırı Maysem'nin qığınığa bir aylı öğüt yampışığa tepemikin deymin ha. Ya kalsıkanlar işleydi cuma senem. Yaman kalkma. Şu Mömin degan yalan taşını obdan jaylab,
ikkinchi maysani ko'ramas qilyaptim. U chaqda maysa menga tegmay amal yo'q. Bu kunlarga az qoldi. Az qoldi. Qani, bir necha tur o'taylik. Getiraylik. Kallis karamet işte kendine. Digen gidin. Oycan. Oy ne bo'lganda men. Ochang nagim ketgandi. Ne ketgandi. Acamı köp qila, g'am qilmoqna men bo'lgandikin. Oy shundaq desa bolam, sen kichikdirsan. Oy qo'limning uchini tutqida bolam. Uf, voy. Hajab og'rib ketyapti men. Opa, mehmon keldi. Mehmon? Ha. Ne mehmon? Qo'pa. Assalomu alaykum Nisa xacha. Sizlarga qo'g'inib keldim. Yavasla. Sen Soltek, mening o'yinimni ko'gili keldingmi, ha? Nisa xacha, shu pulga menil ilvasli bo'lmadimi? Tayya o'g'illi xo'p qolsiz emasmi? Tayya o'g'illiq. Oy, to'ltishimga tegmay yo'qilaman. Mang, yo'qilaman. Chiqa. Nisa xacha, achchiqlari mushunidan chiqirganli ish bo'lsa, ayımay urayversizlar. Endi meni yalan to'sh davamizlar. Uy silishga tayyorlagan changizni borlarim bor. Azroqli kuchsam, sizlarni rozi qilgandek to'ymi qila olayman texe. Baxti babalarni urmislar. Ma putqulum qizlarga lozim Nisa xacha. Lozim. Yo'qilaman. Men sizlarni oldimidim. Men balalarning o'rnida bala bo'lay, suvlarini to'shay, o'tinlarini yaray, yana texe putlarini tutay, kalalarini baqay. Nima desizlar, shuni qilay. Bulamda. Kalalarimni oshliqdan o'ltirib chiqiramanki, sana hargiz miyiga yo'latmayman. Yo'qilaman. Nisa xacha, buni azosimiysizlar. Vay. Hey. Qutquzinglar! Qo'rqma. Doktor. Balaning ahvoli qandayroq? Aslim so'zim bo'ladi, xatardan qutuldi. Rahmat sizga. Rahmat. Nisa xacha, balalar suv tushib ketdi. O'yinim deydigansa bolam. Oy Polatjon bolam. Oy tatliq bolam. Oy omaq bolam. Oy sen kimning ko'zdagdi bolam. Oy seni qaysi yaxshi niyatli odamdan qutuldirib oldi bolam. Men akam xatarga qaramay meni qutuldirib oldi. Jinim bolam, qandaqmi qiladi? U sana aytmaslikni taplab ketdi. Shundaqmi? Oppa. Gap qila bolam.
Oy. Bu neymiş endi? Bolam, bu suni kim ekep koygandı? Men nim bilay. Mana eğilge qarap bakaylı. Oy tova. Oy bu ot çöplerini kim ekep koydu deymemdi. Ay bolam, mekegine muza yoktur da. Ha? O otlaqda otlayotqandı. Çoxum Mömince akamның qilgan işi. Bu nasıl şunun işi mi O bizni japa tatib qolmasin deb bizning ishlarimizga yordam berayotgan gap. Mana berib bakaylı. Voy kallarım. Ne boğandı bu kalga? Voy kallarım. Voy kalam. Voy kalam. Voy kalam. Hem bu kallan hem de ilgisi değil mi hem de. Bu neymiş hem de. Bu kalığı neçik bul tölemem hem de. Abla. Bu kalığı ne boğandı hem de. Ne boğandı? Mehmet Katip, ben öyden ev çıkan bu kalılarını. Ben yiyiştim ben bir gel. Akşam nimbe gavununga. Ben yiyiştim ben de müşedik otlan yedi şu. Otlan yedi bana minla. Atrapta. Ayakta. Ana. Hemmisi yatıdı. Ana bu kallak ne boğan demdi. Sen bilmem sen. Ben işimini bilmeyim ben. Bunu bilmem sen zade. Ben ne bilmem. Sen tekşürüp yakala. Bakın. Mehmet Katip, bu işte ben günahsız. Ben ya kalılar yiyişlim beğenmesem muşicaydı baktım. Ot yedi şu. Akşam nimbegen kalığa. İlgisi beğendi o. Ettiğinde hep çıktım. Çoğum sen sesip kalgan samanı elep kıp berip, kalını zehirlepse. Bomuz bunda kaça ölüp kalamdı o. Yana neydi bakkan digine? Hiç neydi bakmagan, mişyedil bakkan şu ot yiyen. Sen bilmeydiğin iş yok. Tola muğamberlik kılma. Barlık cinayetini yaxşı tapşır ha. Yürü la, beri tek şurayla. Kapay. Nirtirongla. Vay isit. Vay endi men qanda qilay. Bu sortliq kalıt emasmi? Ko'rdinglarmi xaloyiq? Bu sortliq kalıt endi men qanda qilaman? Rastaydi sortliq kalıt. Hammalar ko'rdinglar. Hammalar aniq ko'rdinglar. Mo'min degan ablaqqa qizimni bermisam, shuningga mendan o'chini elib, mening kalamga qazqib emasmi? Voy bishing yeydigan. Saqacha bo'ldiqsizlar. O'zini besivasizlar. İştaman işliğini qiladi degan gapni biladi qalla. Bugun barliq hesabni bir aladigan vaqt keldi. Chiqib turib, herkes boş kelmesin mi? Nisa qacha, silimini qaçamı tushunala. Men bu kalılarni qasdan o'ltirmagan tursam, bular mishaydik otni yepla. Senichi, men toza obdan tushunyapman. Yetimkan, bo'ptila deb qo'ysam, sen texi meni bozaq qilmoqchi bo'lyapsan, ha? Buguncha barliq chiqimlarni sana to'latgan. Nisa qacha. İş aydınlaşqıcha Möminni qo'lga olamiz. Yo'ldoshlar, kalıdan 4 o'libdi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Ziyninglarni biz cho'qim to'lab beramiz. Hozir Möminni olib ketib, ishning tafsilotini surishtiramiz. Moy.
Zağaca xatirjam bolsizlar. Endi mo'minning ikki puti bir o'tik qildi. Ziyonlarini cho'qib to'ltib beramiz. Mo'min qani? Mo'min qani? U gunohsiz o'tib qolay. Nima gunohsiz bo'ladi? Qara, o mo'min degan bir nimaning hammadanning qolisini, yana bizning qalamizni qo'shib o'tib ko'rdim. Unda qishni qilmaydi, opa. Uyga olganda deyishimiz qolgan gapni. Unda qishni qilmaydi. Mingla? Qaranglar, ko'pchilik, ha? Shundaqmi zahar qaldi olamdi. Ha? Odam degani bilgili olmaydi ekan, juma. Qaramamsizlar, qip-qizil ziyonda yotgan kala shundaq-ku. Buni yezdan bir taraf qilamiz. Shunday qilib, bizning kelishimizdagi maqsad mahallimizning navqiron yigiti Mehmetning ko'zi sizning qizlari Maysamga chiqdi. Shuningizlar qo'shilsizlar 2 yoshning ishini bir taraf qilib etsak, qandoq deylar Nisaxa? Shundaq. Ishkilani vaqtida murodiga yetkazsak deb oldilariga qizlarini so'rab kelishimiz. Qizning mehri haqqiga tava qilib olala. Voy, javob ketishibla. Rahmat. Asli bundaq qilmislarimi bo'ladi? Endi Mehmet Katibning ko'zi bizning qizimizga tushgan bo'lsa, haqqaslardan qiz ayam to'q. Qani, elisizlar? Ha, elisizlar? Oy, qani elisizlar. Rahmat. Qani asla. Bu deganlari nayt baland gap bo'ldi, Nisaxon. Undaqda to'yni qachonga beksak bo'la? To'yni. Munda bo'lsin. Shu Mehmet Katib o'zi qaysi kunni beksa, to'yni shu kun qilaylik. Navbatdagi gap bo'ldi. Gapimiz gap bo'lsin. Mushattidil qilib yetaylik. Ma'qul, shu bo'yicha bo'lsin. Ma'qul. Oy. Opa. Kechida uxlamay, nima ish qilyapsan? Ay canım qizim, seni obdaroq ko'rib olay deyapman. Nima ish qilatdim? Bu nima deganing, opa? Ay, bugun Mehmet Katib elchilarini avatibdi. To'yinglarni oldimizga yakshanba kuniga bekitib atdik. Yakshanba kuni qilamiz, bolam. Ha? Nima? Opa, sen mendan sormay javob berib etdingmi? Opa, men sana degan, men o'lsam uning tegmayman. Har qancha bo'lsa, meni o'zingga o'xshash to'la o'tishni xohlamaydigansan. Undaq shumig'izlik qilma, bolam. Mehmet degan yez boshlig'ining kotibi. Onunğa tegsang, keyin menga o'xshash yo'qning dardini tatmaysan. Gapimni angla, qizim. Opa, jinim opa. Har qanday ishni pul meli bilan o'lchasak bo'lmaydi. Ammo uning qanday odamligiga qarash kerak. Mo'min mahallimiz bo'yicha eng yaxshi yigit, opa. Yana shuning gapimi? Ish qilib, mening deginim degan. Atidan boshlab to'yning tayyorligini qilamiz. Ko'nglingda san bo'lib qolsin. Opa! Qandoq degan gap bu? Qachongacha akiraydi ekan-a? Cho'lmaydigan. Shunda hamda ishni o'zdirib olgan ekan. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Siz biror ish bilan keldingizmi, muallim? Mundaq ishdi. Men Mo'minning ishi bilan kelgan. Uning kirib yotganiga 3 kun bo'lib qoldi.
biror yeb uchi tepilganmidi, ha, Nurdinka? Tönügün saqchixonadan mau tekshirish qog'ozini avatibdi. Natijasi chiqibdi-da. Ha? Kalolar rostila zaharlanib o'libdi ekan-da. Bu dorining ismini men anglaganda qilaman. U kalolarni shuncha tez o'ltirgida kuchlikmidi? U dorini hayvonlarni emas, odam yapsasimi 3 minutlik jon berdi deb anglaganman. Mo'min tazimi o'nliq bal etdi. U hargizmi bundaq ishni qilmaydi. Hozir bu voqeaning yip uchini topmoq bek tezki to'xtayotdi. Saqchilarimiz cho'qim buni tezdan aniqlab chiqadi. Ha, undaq bo'lsa men qaytay. Rahmat sizlarga. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarni avor qilyapti. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul. Amsa, shu ishlar shunda shunda xuddi-da. Bizni anglamizmi? Shalbat rasmi. Shunda. Assalomu alaykum. Assalom, kel balam. Anglasam, ot cheplarga zaharlik dori chechilibdi deydi. Bu gap rasmidi? Ras. Saqchilar bu ishni hozir qattiq tekshiryapti. U dora 3 minutda odamdan jinni oladi ekan emasmi? Hey, Shuni o'lib tikanda. sizlar nima deyishyapsizlar? Hech tushunamadim-g'o. Kim nega dori chechitibdi? Bu ish asli mundaq. Bir qancha kun ilgari mo'minning podasidagi 4 kala zaharlik o't yevalib o'lib qopdi. Mo'mindan gumonlanibdimi? Shu emasmi? Shu chumuyligimi uvol qilmaydigan mo'min bechora turmaga kirib qoldi emasmi, balam? Qachon bo'lgan ish bu? 4 kuncha bo'lib qoldi deyman. 3 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Payshanba kunimi? Ha. Turib turinglar, men sizlarga bir narsa ko'rsatay, ha? Sizlarning gapinglarga qaraganda, mo'minning gunohsizligini isbotlaydigan yepuchi mushu purkuyishni bo'lsa kerak. Voy qo'ysizlar, bu purkuyish qandaq isbot bo'ladi? Bu narsaning u ish bilan nima munosabati bo'lsin? Munosabati bor. Buni men tepib olgan, qolgan gapni saqchixonaga borganda deb beray. Ha, ag'illa. Bana yez bo'ldingmi? Yez o'tamsizlar avor qildim. Maldiklarni yez bo'ldingmi? Ha, yez bo'ldik. Yez bo'lgan bo'lsanglar, hamsa anadiki Ubul Qosim shujini unutib qolmay yez qo'yinglar. Mush bahanda xizmatini qilib olay. Obdan fursat emasmi bu? Ma'qul, yozaylik. Yezinglar hamsa. Tekshirish natijasi chiqdi. Natijasi chiqibdi. Ayni chog'dagi o't cho'plarga chechilgan zaharlik dori bilan purkugich ishidagi qoldiq dori o'xshash chiqdi. Demak, purkugich jinoyat gumondori ishlatgan buyum bo'lishi aniq. Hashimka, bu purkugich undaqda sizning qo'lingizga qanday bo'lib chiqib qoldi? Hashimka, sizning xizmatimizga moslashib haqiqiy ahvolni aynan aytib berishingizni umid qilamiz. Ma'qul. 4 kun avvalgi deyman. Ya'ni payshanba kuni kech soat 1lar atrofida etizimga suv ichib qaytayotdi. Tuyuqsiz motosiklet haydab kelgan bir kishining g'alati harakatlari meni o'ziga jalb qilib oldi.
u aldirab tenabla purkugishni olmay ketib qoldi. Men purkugishni o'ylamdiki quritlab ketgan olmalarimga dori chechishni ishlatsam bo'ladi ekan deb uni yondirib keldim. Lekin yo'l bo'yi Mehmet Katip yerim kechida o't cho'plagi dori purkugidek o'tlag nim bo'lgandi deb uning g'alit harakatlari meni sal o'ylantirib qo'ydi. Baya Qurbandan barliq ahvollarni anglagandan keyin mo'min ukamga yordam qilish, ko'rganlarimni aynan ma'lum qilish maqsadida purkugishni ep kelishim. Mening ko'rganlarim mushunchalik. Tova. Odamni mushundaqmi bo'lsa qilgan bormi? Mo'minni o'shko'gidek u Mehmetga hech qanday yomonlik qilmagan-ku. Mehmet degan oqnonchi bilan o'zim hisoblashmasam bo'lmagidak. Xat. To'xtanglar. Sizlar o'zinglarni besib olib hozircha mo'minni ep ketinglar. Qolgan ishlarni qonun bo'yicha bir taraf qilaylik. U o'zining qilmishi uchun tegishli jazosini tatidi. Senden devasını asurgını geldi. Cemalim kettim hoşumdur. Gördüm cemalim kettim hoşumdur. Mecnun şeydaya abulgını geldi. Mecnun şeydaya abulgını geldi. Rahmet işige meşrepke aştı. Rahmet kişiye meşrepke aşkı. Aşkın koyda ölgini geldi. Otida bugini geldi. Otida bugini geldi. Aydek yüzünü akörgini geldi. Aydek yüzünü akörgini geldi. Sevdayı zulkun düştü başımga. Sevdayı zulkun düştü başımga. Senden devasını asurgını geldi. Senden devasını asurgını geldi.
camalim ketdim hoşumdir Gördüm camalim ketdim hoşumdir Mecnun şeydayey abulgini kelbim Mecnun şeydayey abulgini kelbim Rahmet işigim meşrepke aşdım Rahmet işigim meşrepke aşdım Aşkın kuyida ölgini keldim Aşkın kuyida ölgini keldim Qanday gap bu? Meni to'yan bo'lmasmi yerda? Meni nega gapirsiz meni? Sizlar xatolashdinglar. Men emas bu. Mana xatolashmadi-da. Bu kalon o'ltagan men bo'lmasam ya. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Gap qilinglar, xaloyi. Birmi dag'am aloqa. Va meni apag'am bilan boka isbotlayapman. Keçişmem üçün iğir xiyanət Yaxşı günlərgə versin hidayət Vaz keçməymən senin ölsəm o faqat
yaxshi kunlarga